Printxonaga shundoq kirsam, zakazni bomba tushdi-yu. Bolalar bo'lsa lyuksidan bo'lsin deyishdi-da. Real Madridning 3-formasini, lyuks variantini zakaz qilishdi-yu printga. Formani o'zi alohida deyman, qaranglar, juda ham chiroyli. Hamma detallari joy-joyida. Mana bularni ham qo'shimcha zakaz qilishgan. Shortik bilan komplekt. Bu qimmat varianti 220 ming bo'ladi sizlarga bu formani o'zi. Mana yozig'i ham Real Madridning o'zini shriftida 50 ming so'mga bitta donasiga yozib beriladi. Shortiga ham komplekt qilib 8 ta zakaz ko'rasizlarmi? Mana hammasini alohida bitta individualniy formaga ishlanadi. Kimga endi shunaqa print xizmatlari bo'lsa, bemalol zakaz qilaveringlar. Mana bunaqa retro formalar bo'lsa ham o'zini o'sha yilgi shrifti bilan qilib beramiz. Yozib berishni o'zida eslatib o'taman, 50 ming so'm, pastlari 10 ming so'mdan, bosh berishi 5 ming so'm bo'ladi. Общий sizlarga komplekt orqaga yozib berish 50 mingga bo'ladi. Paslarni qo'ydirishingizga qarab narxlar chiqib kelaveradi. Bemalol zakaz qilasizlar, alohida xohlasanglar bunaqa tayyor nomerlarimiz ham bor. Retro formalarga bu yerda patchlarni hammasini olib kelib qo'yganmiz. Mana bu komplektlarni ko'ryapsizlarmi? Angliya chempionatini 2000-yildan beri Sherxon zanaklari bor.